Hürmetli obunachilarimiz, Avtoshopdan yana mashinani reklam etamiz do'stlar. 2019 yılda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra mashina do'stlar. Lyuklari bor. Metan 2022 yılda qo'yilgan. Amerikanka farlar ham qo'yilgan. Chaqa-chuqalari yo'q. Bunlar ham ideal soстояниеda. Yumshoq bolalar qo'yilgan do'stlar. Yerdan so'siz ashtalar bo'lgan. Diskalar Lepiano. Mashinamizda birgina petnosi bor, kichkinagina bo'lgan. Qolganlari hamma rodnoy. Sona holatlari. Idealni do'stlar. Hozir magnitofonlar, probegi bor yo'g'i 39.123 kilometr yurib turibdi ko'rindi mana. Sensani biz hamma bor do'stlar. Mechikar pulton bor. Metanni aytdim 2022 yilda qo'yilgan. Mashinam cho'tki sostoyanida 40 ming kilometr yurmagan do'stlar. Mashinamizning narxini keladigan bo'lsak 138 million so'm. Avtokredit etib olaman desangizlar, cheydi 10 million 800 ming so'm bilan chiqadi ekan. Oformeniyalarni oddiy oylik to'lov 4 million 700 dan 4 yilga. Jim mashinalarni barteram etaveramiz. 50% to'lov qilsangiz, dogovorga beraveramiz do'stlar. Mana shu Avtoshop ko'rlarda turadi.